Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Nadir kitoblardan barakat, ko'rman do'stlarning dillari ishtidan muvaffaqiyat topgan bir kitob bir alam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. İnsan tabiatiga, tabiat ekologiyasiga, kishilar jiddiy ko'ngil bo'layotgan real ijtimoiy masalalarga naq vaqti diagnoz qo'ya olgan va bu masalani asardagi konkret muhit, personajlarning vujudiga markazlashtirish orqali avtor o'zining tabiat, jamiyat, ro'yat haqidagi andikishlari va orzu armonlarini ifodalagan asarlar o'qirmanlarning ustigan yeriga berish mumkin. Gapimizni biz bugun suhbat qurmoqchi bo'lgan Qurib ketgan daryo nomli povestda to'plami haqida elib berilgan suhbatimiz orqali dalillashtirishimiz. Bugungi suhbatimiz ikki aziz mehmon bilan birga bo'ladi. Şinjan Pedagogik Universiteti Adabiyat İnstitutining professori doktor Iqbol Tursun efendi. Şinjan Pedagogik Universiteti Adabiyat İnstitutining magistr aspiranti Abdug'ani To'xta efendi. Biz muhakkak okumakçı olan bu povestlar toplumuga bugünkü zaman Uyghur edebiyatida özününki kalem kutu arkalık okurmenlerinin kalbidin muayyen derecede ornagan ve izlenişcan ruh iki olan 5 nefer edebninki 5 parça povesti kirgizilipti. Şundak bolganda Iqbal malum muş povestlar toplumununki tematik alayligini nerede dep qarsak bola? Yani bu toplamның asaslık muvaffaqiyatlarının birisi dal onun tematik cihetiki özü has bolgan alaydıligi. İdeyi məzmun cəhətdəki aktivallığı, şundaqla til və bədii ifadələş quvveti, təsirçalığı cəhətdəki özünə xas bolğan alaylıqları bilan xarakterləndirilən həmdə. Bu toplamda asaslığı bir neçə xil tema mərkəzlik ifadəsini tapqan deyişki buludu. Biri növbətdə umumyüzlük təkidlənib atqan ekologiya, mədəniylik tabiatni, muhitni qo'g'dash, asrash, shundaqla muhitni qo'g'dash asosida taraqqiy qilish temasi madaniyat, xalq turmushi qatorliq masalalar bilan birga ya'ni bozor egilik sharoitida kishilarninki ideyasi, xarakteri, qanday ko'z qarashlarda bo'layotgan o'zgarish, pul ve ahlak oturusundaki bazı özra ziddiyetli olan köz karışlar. Şundan birlikte yine ananevi medeniyet bilen zamanıvi yeniçi medeniyet en oturusunda kişilerin tefekkürü yüz veriyorken ciddi özgürlükler. Umumen bugünkü real turmuşumuzda halk turmuşu takazağı buluyorken bir kadar tipik alaylık görünüyorken mesele bu toplamda naiti yani adli turmuş asasında təsirlik, çonqur ve çınlıqlıqqa iyi qılıb ifadə verilген. Eğer o Rasulullah bədii ictimai məsuliyyətinə aid güclü yazıcı olsa, əlbəttə özünün əsərlərdə roşan bir tematik edeyini yurt dışı bilan birgə muayyen bir pəlli qarab yürüş qılğan болады demdi. Muştaqdan qaraganda muş povestlar toplumu kirgizilgan 5 parça povestni biz muayyen bədii pəlli yaratalğan əsərlərin ülgisi deb qarsak qanday bo'lar? Bu toplamga azal xeyli burun tatib qalam tarif kelayotgan, o'zi izlanish kuchiga boy, to'xtamay yangilik yaratib kelayotgan Yasinjon Sodiq, Bag'raj qatorliq 5 nafar yozuvchimizning povestlari tanlab kirgizilgan. Endi adabiy asarga nisbatan har bir o'qirmanning kitobxonninki zo'q olgan estetik nuqtasi o'xshamaydi. Menga nisbatan badiiy zo'q badiiy büyük bel yaratı deb qaralgan asarlarimiz başka kitapxonaga nisbatan unda ta'sir bermasligi mumkin. Mening bu demoqchi bo'lganim bu 5 povestga nisbatan biz adabiyot hodislari, navbatdagi Uyg'ur adabiyotininki yo'linishi, taraqqiyot ahvol bo'yicha baho berganda bu 5 povest asosan namunlik povestlar qatoriga kirdi deb qarayman. Nemishqa deganda bu kitob kirilgan 5 povestninki aks ettirgan turmush arq ko'rinishi endi Uyg'urlarninki har qaysi joylarninki masalan birisi Qashqarninki Yakan shahridan, yana bir povest Xotandan, yana bir povest Aqsuninki, yana bir povest Urumchining, yana bir bo'lsa Beyjing. Mushu 5 rayonniki Uyg'urlar turmushiniki yoki Uyg'urlarimizning bugungi kundagi ta'xirsiz psixik jihatdagi tangirqash
turmush jihatdagi oila, nikoh jihatdagi bir-biri bilan bo'lgan tushuniksiz munosabatlar aytib berilgan deb qarayman. Yana bir jihatdan adabiyot o'lchim bilan baholganda bular o'zlarininki mush asarlarga til ishiltish jihatda, badiiylik jihatda burunqi o'zininki noqolavda personajlarni mexanikalik holda tuzla, yaxshi, yomon tamoq besilgan holat manda sharhlanmasdan uningki ichki mohiyatiga o'tishga, uning ma'no qatlib yuklashga tirishgan. Shunga menimcha bu postlarni hamda navbatda hamda bundan kim yaxshi asarlar ijod bo'ldi. Buni noqolal jukurtalar deyish bo'lmaydi. Lekin hozir hamda shuni mening qarashimcha namunlik asarlar qatori sanash bo'ldi deb qarayman. Bu kitapqa endi besh post kirgizildi. Masalan, qurib ketgan daryo bu Yasinja Sadiq Cho'g'lanninki povesti, Cho'g'liq qum Muhammad Bag'dashning, Alvon Tursunjon Muhammadning, Kuylar ko'zi Abbos Muniyaz Turkixonning, Ichilish Anvar Hoji Muhammadning asari. Mushning ichida siz boya degan masala qaysidir o'shanroq aks etgan? Qaysining bir qadar badiiy falis yuqori qatab qaradingiz? Bu 5 postning ichida Yasinjon Sadiq Cho'g'lanninki qurib ketgan daryo nomli povesti mayli badiiylik jihati bo'lsin, mayli til ishiltish jihati bo'lsin, uningda hozir Yasinjon Sadiq Cho'g'lanning bu posti e'lon qilgani 98-yilga, tarix yilida e'lon qilingan. Shu vaqt nisbatan Yasinjon Sadiq Cho'g'lan undan keyin bir turkum romanlarni ijod qildi. Shu vaqt nisbatan avtorninki post hozirgacha badiiylikni yo'qotmadi. Uyg'ur jamiyatininki 20 asrning dastlab mezgilidagi Uyg'ur turmushininki, yer turmushininki, ularninki hamda bir suv talashish yoki ekologiya jihatga so'qishlik mushtaxil munosabatlarni bayon qilib, ham kishilarninki ideal psixik jihatdagi echirqash, bizningki qalb jihatdagi qurg'oqlik, mushkil munosabatlarni sharhlab berganda Yasinjon Sadiq Cho'g'lanning mush postini badiiy yetarli deb qarayman. Ham undan qaraganda Muhammad Bag'dash apanning bundan yaxshi postlar e'lon qilingan. Masalan, Yurak tog', Jazira, Oqsoq bug'a, To'rt quloq, Kalkin ma asarlari toplam kirgizilgan asarga qaraganda uning badiiyligi yuqori. Cho'g'liq qumga qaraganda Cho'g'liq qumga qaraganda ularniki badiiyligi pal yaratish nuqtasi yuqori deb qarayman. Abdullah'nınki icadetki xasligi ba'zi undaq, ba'zi bundaq aks etib qolar ekan endi. Bir asardagi xaslig'i yana bir asardagi xaslig'i texnik o'xshamaydi ekan. Bir avtorninki ijodati xaslig'i yana bir avtorning ijodati xaslig'ida yana rushan farq bo'lar ekan. Unda qolganda Iqbal ma'lum bu to'plamdagi povest bu to'plamdagi povestlar Abdullah'ninki ijodiyat jihatdagi xaslig'ini gavdantirib beradigan. Yozuvchining hayotiy kuchi va asarning hayotiy kuchi nereden keladi deganda oldi bilan yozuvchining yangilik yaratish ro'yi, ijodchilik ro'yi bilan uning masala engidan keladi. To'g'ri. Har qanday bir mas'uliyatchan, talabchan yozuvchi oldi bilan bu ijtimoiy reallikdagi turli oddiy, tasodifiy voqealiklar orasida o'tmish bilan kelajak o'tirisininki nuqtasida turib jamiyatda eng jiddiy bo'layotgan, eng zo'r bo'layotgan, xalq eng ko'ngil bo'layotgan narsalarni o'ylaydi. U xalqning qayg'usiga o'rtoqlashadi. Mundaq yozuvchida mas'uliyatchanlik ro'yi bilan azob engi nihoyatda kuchaygan bo'ladi. Dal mana shu azob engi bilan mas'uliyatchanlik engi uning ijodiyatida odatda boshqa kishilar ancha tipiklashtirib ko'z bermaydigan, ya'ni nihoyat inchga bir qadar murakkab bo'lgan masalalarga bu yozuvchi nazarini oladi. Endi biz ko'rgan qurib ketgan daryo nomli povestlar to'plamiga kirgizilgan bu povestlarda umuman hammasi degidek oddiy turmush voqealiklari. Ammo bu oddiy turmush voqealiklari ichida har bir yozuvchi o'zining qalam stilini, ijodiyatdagi tafakkurini, badiiyatini namoyon qilgan. Ham badiiy majburiyatini. Endi bu povestlar to'plamida yozuvchi nihoyat oddiy detallar ichiga kuchli tanqidiy ruhga ega bo'lgan, ya'ni chin bir qadar chin tipiklikka qilingan obrazlarninki voqelik rivoji jarayonida mushu real masalalarni jiddiy masalaqadagi o'zining qayg'usini ifodalab bergan. Albatta
Qurib ketgan degan namli bu povestlar to'plamiga qaraydigan bo'lsak, bu povestlar to'plamidagi 5 bot povestning ko'pinchisida inson bilan tabiatningki dialektik munosabati. İnsan qalb ideologiyasi bilan tabiat ideologiyasi tutishib ketadigan nurg'un taraflar bor ekan. Abdug'ani odatda bugungi proza ijodiyatimizda yozuvchilarimizdagi uslub masalasi tartib ko'lamli darajasiga berib ketmagan bo'lsin, lekin yana yozuvchilarimiz shu uslub jihatda izlanish oldi turmoqda. Uslub jihatda bir yangilanish oldi turmoqda. Uslub jihatdan bir isloh qilish oldi turmoqda. Bu vaqtdagi izlanayotgan yozuvchilarimiz ko'p. Mush nuqtadan qaraganda bu to'plamdagi povestlarningki uslub jihatdan farqlanadigan taraflari bor. Abturlarga nisbatan ədəbi icadiyatda ikki məsələ mövcud. Biri nimani yozish, birisi qandaq yozish. Nimani yozishning o'zi hamda tema mazmun, temaga bog'lanishli narsa. Qandaq yozish masalasi bo'lsa, shu asar yozish usullari, bayon shakllari, stilistik vositalar, shunga munosabatli narsa. Uslubning o'zi ijod qilman deb ijod qilgan narsa emas. Hammadan asar yozdi, ham uslub qandaqlik shakllangan, birisi uni izchillik qo'yish kerak. Ikkinchisi uni alaylik bo'lish kerak. Uchinchisi uni ko'p xillik bo'lish kerak. To'rtinchi uni o'zgarish bo'lish kerak. Uslub yaratgan odam o'zliksiz turda o'zi astal bir yozuvchi xos talab qo'yib, o'zininki ijodiyat usulini o'zgartirib turishi, dunyo bilimlarini o'rganib turishi, adabiyot hodisalaridan vaqtini turish kerak. Ham Uyg'ur adabiyotimizda proza ijodiyatida o'ziga xos uslub yaratgan yozuvchilarimiz xeyli bor. Masalan, Mamti Mushurni aytib qo'ysak, ummo o'zininki sarang tipidagi bir yurish hikoyalar orqali o'ziga xos uslub yaratgan deymiz. Ham Muhammad Bag'rashmo qurib ketgan Daryo nomli povestga onun bir povest kirgizildi to'plamga. Onun bundan burungi asarlarda o'zi xos uslub yaratgan. Masalan, shu oppoq aytilgan sugatkili, to'rt quloq. Mushu asarlar uningki hozir xalqarada, ya'ni dunyo adabiyoti umumlashayotgan yangi adabiyot hodislarini o'zimizning Uyg'ur adabiyoti tadbiqlab turib, bizning afsonaviy cho'chaklar, mushxil bir rivoyat orqali bizning turmushimizni aks ettirib bergan bir xil hodisalar bor. Endi bu postdagi avtorlarning hammani o'zi xos uslub yaratib ketdi degan bo'lmaydi. Bu to'plam kirgizilgan 5 postning ichida hammasi uslub yaratildi demaydi. Nima qilgan buni bir izchillik kerakda. Bir ikki asarlarla u uslub yaratgan bo'lmaydi. Uslubning o'zi yozuvchi ijodiyati bo'ldi. Endi yaqinlari har qaysi bir ma'lum qavm millatga tava yozuvchilar to'pidan adabiyot yaqimi shakllandi. Mushunga vaqtda endi ma asarlarga nisbatan mening uslub yaratdi deb qaraganimda Yasinjon Sariq Cho'g'larninki buningda tema tanlashga moyirligi. Qanday tema deganda bu ekologiya temasi hozir xalqaro bir tema bo'lib qoldi. Ham bu xalqaro kriz ko'zlanayotgan. Mush vaqtda bu post yozilgan vaqtda bizda Uyg'ur jamiyatimiz hamda 98-yillardagi vaqtimiz hozirga nisbatan bu ham ekologiya temasi haqiqatan bizning oldimizga qo'yilayotgan bir xirista. Shu mushjatda gapni yig'ib kelsak, Yasinjon Sariq Cho'g'lan o'ziga xos tema tanlash jihatda, bayon usul jihatda, til ishlatish jihatda mush asarda o'ziga xos bir uslub yaratdi deb qarash bo'ldi. Muhammad Bag'rash apaningki Cho'g'liqum ma asarda nima asos qilgan deganda bir hikoya aytish shaklini, masalan, men bir kech cho'chaklarga cho'chak usuli bo'yicha bayon qilib, cho'chaksimon bir bu avtor o'zi barda berib, uning qatnashmaydi. Xuddi asar yozish, uning munosabsizlik anglab o'tgan, anglagan voqealarni yozib, shu mafhum tamomlagan. Mush jihatda u biraz boshqalardan farqlanib turgan alaylik deyish bo'ldi. Uslubning o'zimi ham boshqalardan farqlangan narsada. Hamda mushu cho'chaksimon afsonasi manasini yozishning o'zi, mushuni qanday aks ettirishning o'zi Bag'rashning ijodiyatiga ma'lum bir palla. Masalan, Yurakdaq degan povestidami mushkil palla bor. Mushkil xoslik bor, mushkil ijodiyat bor. Qanday yozish masalasini hal qila oldi deganlikda, to'g'ri mushjatda muvaffaqiyat qozongan deyish bo'ldi. Bundan boshqa postlarni nisbatan aytganda Abbos Munyozningki Ko'ngillar ko'zi, Kuylar ko'zi nomli postida hamda bu avtor hamda yangi bir xil uslubni hamda chet el adabiyotininki uslubini o'zi biz Uyg'ur adabiyoti bir tadbiqlab topgan mashq hisobida bo'lgan deb qaradim. Nima qildi deganda, buni hozir hamda yangi proza iqimida bu nima taklif deganda vaqasizlantirish, ya'ni personal xarakter, aniq personal xarakter bo'lmaslik. Vaqasizlantirish deganda buni tutib tortilgan biz bir topalsak topqil bo'lgan vaqa yo'qda, lekin taqdim bag'ini so'zlaganda bilan uni ichiga yo'shtirgan ma'no qatlim kep bo'ldi. Ikki ritim bor. Kirkitdi. Ikki durum bor. Xuddi hammasi bir jiqtilgan majondak, ya'ni ketaverdi-da. Vaqa topolmaymiz, lekin qarsak hammasi bir-biri munosabatli bog'lanishlik. Bir detal bo'lmasa yana bir ta'sir ko'rsatadi degandek. Ham Abbos Munyoz mush postida hamda mush postni hamda vaqasizlantirishga kirishib baqqan. Undan sirt
post bir xil nasrchanlik xarakteri kuchli bo'lgan. O'qiganda xuddi hammasi qisqa, hammasi ohanglarlikqa, ritmlarlikqa e'tiborlanganda, unda xuddiligi quruqdan quruq personajlarninki dialogi, monolog, avtor tili qatorliq narsalar bo'lmasmi? Ham yana bir kelib buningda birinchi shaxs til bilan ikkinchi shaxs tilda yozilgan. Bu ikkinchi shaxs til asar yozish nihoyatda ta'sir etgan bu ikki shaxs. Ikki bayon tilini teng ishlatilganda o'xshamaydigan alohidligim shu. Ondan boshqa yana Tursunja Muhammadning Olvun nomli povestida shu avtorning uslub aslasi aks etganmi? Bu asarga nisbatan uningki tili, xalq tiliga yaqin bo'lib ketgan, zag'ir tili kuchlikda. Biz asarni o'qigan vaqtimizda uni ba'zi bir tillarninki xalqning og'zidan chiqayotgandek avtor ishlatmaydi. Ko'pincha bizningki bir avtorlik salohiyatida emas, shu tillarni personajlarning og'zidan bayon qilib, yerlik tillarni, ba'zi bir maqol tamsillarni, idiom mushakillarni foydalanib ishlatgan. Ya'ni kelib avtor buningda bir xil modernizmga yaqinlashtirish, asarni bizning Uyg'ur adabiyotimizdan modernizmga yaqinlashtirish qarab yozishga intilgan bo'lishi kerak deb o'yladim mening qarashimcha. Nemish qaraganda bir qism bayonlar nihoyat uchuq, bizning Uyg'ur jamiyatimiz o'qirmanlar qabul qilib ketaylik darajada emas. Mush jihatdan avtormo dunyo adabiyot ta'siridan mush asarni modernizmlashtirish yo'li qarab mangan deb his qildim. Anvar Haji Muhammadningki Echilish nomli povesti birinchi bo'lib his qilganim, avtor asarni boshdan oxir tartibli bayon yozgan. Yana kelib Said Qori bilan Zuhraninki ikkisini parallel bayon tang ilib magan. Birinchidan oldi bilan Said Qorini bayon qilish, undan keyin Zuhraning ish harakatlarini bayon qilish, mushtati parallel bayon, tartibli bayon siliq sifatlar manganda bu o'qirmanlarning bir xil chin qilish, tushunmaslikni paydo qilmaydi. Birni keyin birisi uzilmay davomlashib kelyapti. Lekin bu asarda menimcha muvaffaqiyatsiz bo'lib qolgan bir tarafdan o'ylab qoldim. Bizga asarning to'liq topshirilmaganmiki, to'liq bitmaganmiki deb o'ylab qoldim. Mush asarning uslubi o'zi. Mush taraf asarning uslubi o'zi navada. Agar mushtaqir uslub bo'lsa, qolgan kitobxonlar qoldirish. Ma'nan hozir nurg'un kitob avtorlar deb asar yozishda hammin qarqiy yozmaslik, hammin tasvirlamaslik. To'g'ri. Amaliyotda asarning oxirini chiqarish hojat emas. Oxir chiqib bo'ldi. Chunki bu yerda yozuvchi faqat an'anaviy an'anaviy axloq bilan zamonaviy madaniyat, iqtisodiy egilik, iqtisodiy ong o'tirsida, ya'ni o'zgarayotgan yoshlarning mushundaq bir agir to'qay jarayonda bir tengir qashlarini, ondan tengir qashdan asta-asta o'zining yo'lini tepish jarayonini tafakkurlik echilishini ifodalab bergan. Bu amaliyotda shu asardagi obrazlarning tafakkurdagi ingidagi ichilish davolg'ish. Avtor mana bu shuni yoritib bermoqchi, deb bermoqchi. Asar amaliyotda o'z muddasini to'liq ishga oshirgan. Buning o'zini avtorning bir xosligi, uslubi deyish tamoman mumkin. Demak, endi o'xshamagan o'qirmandinki o'xshash bir asarga nisbatan tutgan pozitsiyasi, o'qish kuchish nuqtasi o'xshamagach, albatta mishkillar kerak farqli bir qarashdan kelib chiqadiganligi aniq. Albatta bir asarni 10 odam o'qisa 10 xil asar haqida 10 xil tahlil qilish mumkin. Albatta sizningki tushanchangiz bilan sizningki bu povestni tutgan pozitsiyangiz bilan bog'lagan bahoyingiz bilan iqbol ma'lumninki o'xshamasligini o'zi bayaq gapimizning dalili bu. Shunda bu yerda biz boydan beri davatgan mayli uslub deyli, mayli ijodiyat xosligi deyli, bu ikki narsa bir-birini o'z ichiga olgan nihoyatda ajralmas bo'lgan bir narsa. Endi xoslik yoki uslub yozuvchining nimani yozishini ifodalaydi. Balki ma'lum qandoqligi tema bo'lsin, bu temani qandoq qilib o'qirmanga, kitobxonga asqog'idek, uni o'yga solg'idek cho'nqur va ta'sirli yoritib berish ifodalanadi. Shunga biri bayondagi istilida, bayon san'atida asar qurilmasini o'rlashtirishda, undan keyin obrazlarning xarakterini yaratishda va lirik badiiy muhitni qanday qilib yarata olishda ifodalanadi. Bir dana to'xtamay qiladi xitob. Bilimsiz odam ama va bitap. Sordum emleşning doğrusu nima? U dedi kitaptır, kitaptır, kitap. Demek Qurib ketgan daryo nomli povestlar to'plamiga kirgizgan 5 parcha povestda bizningki ko'z ko'ringan bir qism qalamkashlarimizningki
ijodiyatdagi uslub va xaslatlari oz to'la aks etibdi. Aks etibdi emas, muayyan darajada o'qirmanlarningki ishtasini ocharligidek darajaga yetibdi degan gap bo'ladi endi. Xo'sh, endi qurib ketgan daryoga o'xshashmi shu Nadir Povestda kirgizilgan shunaqa bir kitob, endi badiiy shunga o'xshash bir badiiy asarlar real hayotningki san'atlik inkosi. Onundan başqa Abdullah'nınki shunaqa asarlardagi personajlarningki ijtimoiy va badiiy turmushni ko'zish nuqta o'xshash bo'lmag'achqa diyak inkoslarni albatta farqli bir tarafga chiqishi aniq. Unda bo'lganda iqbol ma'lum bu to'plamdagi povestlar ijtimoiy hayotning har qaysi taraflarini o'xshamagan nuqtadan qanday ko'zish asos qilib yozilgan. Hammamizga ma'lum hozir davr taraqqiy qilib nihoyatda yuqori raqobat bilan ilgarilayotdi. Bizning iqtisodiy turmushimiz, ijtimoiy estetiklik ko'z qarashlarimiz, oila va jamiyatdagi turmushimiz rangaranglashib beryotdi. Umuman ijtimoiy turmushdagi rangdorlik bilan birga uningdagi turli ziddiyat, to'qinish, ixtilof, har xil boshni qotiradigan masalalarmi o'zini ko'rsatyapti. Baya biz muhokama qilgandek, yana so'zlab kelayotgandek, hozir butun yer shari xarakterlik ekologiya, madaniyat, muhit krizisi, axloq krizisi, e'tiqod krizisi, madaniyat krizisi, ishonch krizisi qatorliq har xil ahvollar bir qadar umumiylik. Mushunda bir sharoitda biz ko'rgan bu povestlar to'plamidagi 5 povest bizning keng va rangdor bo'lgan ijtimoiy turmushimizning o'xshash bo'lmagan nuqtalarini o'z loyiqida, ya'ni o'zgacha yo'l bilan kuzatib, uni o'ziga xos cho'nqurlikqa va badiiylikka ta'sirchanlikka qilib yoritib bergan deyishga bo'ladi. Alayli Yasinjon Sodiqning qurib ketgan daryo degan bu povesti shu kichik bir qumliqning ichkarisiga joylashgan kichikina bir yezining, ya'ni kentning suvga bo'lgan tashnoligi, muhitga ona tabiatni qo'g'dashga o'zining tirishchanligi va ularning beshak kelgan turli ko'ngilsizliklar mushlarni yezish orqali bu voqelikda navbatdagi bizning hozirgi davrimizda butun Şinjan'da, hatto butun mamlakatning o'xshash bo'lmagan joylarda kishilar duch kelayotgan ekologiya, muhitning ig'ir darajada bulg'unishi, taraqqiy qilish bilan birga ekologiyalik jihatda bir muncha bulg'unish, buzg'unchilik qilish xarakterida etishning olib kelgan oqibatlari nihoyat cho'nqur o'ylanish bilan yoritilgan. Biz deymiz, tabiat bir ona o'xshaydi. Ekologik muhitni qo'g'dash, tabiatni qo'g'dash, bu bizning hayotligimizning manbasini qo'g'dagan bilan o'xshash. Suv bo'lmasa hayotlik bo'lmaydi. Ekologik tamponlik muhit bo'lmasa, muhit tampon bo'lmasa, jamiyat taraqqiy topmaydi. Jamiyat taraqqiy topgan holatda agar u buzg'unchilik xarakterida etilsa, ya'ni muhitga nisbatan, ekologiyaga nisbatan nihoyat zo'r buzg'unchilik xarakterida badal to'lash hisobiga taraqqiy qilsak, bunday taraqqiyotning hech qancha ma'nosi bo'lmaydi. Shunga qurib ketgan daryo povestida avtor nihoyat ichingan, azoblangan, qayg'urgan holda bu jiddiy real masala haqida kishilarni yani o'ylanishga jalb qiladi. Asarning 4-5 yerda o'xshash bir jumla bilan kishilarga murojaat qiladi, tavsiya qiladi. Daryo mo'ngluq chaqiraydi. Daryoda bir tema suv qolmagan edi. Daryo qurib ketgan edi. Demak, daryoning qurib ketishi bizning hayotlik manbayimizning uzilishi bilan barobar. Bu insonning ma'naviy jihatdagi fojiasi bilan birlashib ketgan ekologik muhitning fojiasi. Shu yozuvchi o'zimi kuchli azoblangan holda
Muşu muhit içinde bu özü has ötkürlük bilen bu adli meselelerini yığıp ekilip onun da bizge nihayeti çonkur bir felsefi managa çonkur ictimai fikirge ega olan yani bir ciddi meseleni tapşıgan. Onundan başka Mehmet Bağraş'ın Çoğluk Kum degen bu povusida bizning Turpan vodisidagi o'tda kinib turadigan qum va bu qum o'lchiga olgan, ya'ni o'lchiga olgan shu yerdagi xalqimizning turmushi, madaniyat qatlamlari, ularning psixikasi, ya'ni Uyg'urlarningki o'ziga xos bo'lgan tipik o'y xiyollari, psixik jihatdagi qatorliqlarni yoritib berish bilan birga eng muhimi Abdur bu yerda şu kumu kümülayotgan 3 adamın hikayesini anlaş şekli bilen ularning hikayesi arkalık kum arkalık erlik cesaret bilen erlik mecburiyetini yani kumning tapti bilen muhabbetning harareti ve erlik mecburiyet bilen ahırda heyli kuyumchan jafakesh ahiri özü rakesi girip da bulup tosumu yani erning baxti ve ballarının baxti için kaygırıp ajrashib ketishni ravo ko'rgan ayol arkalık hayatlık insani muhabbet yani muhabbet ve turmuşning lezzeti turmuşning pigan hasretlerini shundaqla yana erlik mas'uliyat erlik majburiyatning ne kadar muhim ekanligidan iborat bir ideyani kishilarga yangicha bir nuqtadan yoritib berdi. Xuddi shunga o'xshash ichilish qatorliq boshqa povustlarimi umuman bizning bugungi real hayotimizning o'xshash bo'lmagan qatlamlaridagi muhabbat, axloq, majburiyat, turmush, baxtga intilish. Ya'ni shaharlashayotgan turmush sharoitida kishilarimizningki yengida yuz berayotgan, tafakkur yengida va qimmat ko'z qarashda yuz berayotgan jiddiy o'zgarishlarni, davolg'ishlarni, tenirqashlarni nihoyatda mahirlik bilan suratlab bergan. Shu bu 5 povest umuman bizningki bugungi bozorlashib ketayotgan yer shaharlash davriga allburun kirib ketgan zamonaviy turmush muhitimizdagi har turli kishilarningki o'ziga xos bo'lgan dunyo, fikr, xiyol, orzu, armonlarini aks ettirib bergan deb qarashga bo'ladi. Demak, bu 5 povestda Abdurlarningki shu madaniyat endeksi, tabiat endeksi, ro'yat endeksi taraflarini aytdi, yaxshi ichib berilgan ekanda. Biz bilamiz adat adabiy asarningki ba'zi badiiy utuqlari, uning yodlagan bir qism badiiy obrazlarning chin va real hayot kuchining zo'rligini ko'rildi.